Demak aka, hozir 10 gektarlik olma bog'daman. Pink Lady bog'ida. Narigi tomonda goldenlari ham bor ekan, giloslari bor ekan. Zarar aniqlanyapti. Ya'ni konsultatsiya xizmatidan foydalanish uchun chaqirishdi. Olma qurtini zararini baholab berishim kerak ekan. Dalshi keyingi nima ish qilishimiz kerakligini baholasa video davomida ko'rsataman. Ko'rib turasizlar, olma qurtini zararlarini qaysi holatda qanaqa sepilish kerak. Ya'ni qaysi payt sepishimiz kerak, qaysi payt sepmasligimiz kerakligini taxminiy muddatlarda aytaman. Ya'ni minta meva sanaladi. Hozir taxminan sanashni ko'rsataman. Tepa tomondan sanaladi. Qanaqa sanashni ko'rsataman sizlarga. Taxminan minta meva sanaladi. Minta mevaning ichida 5% yoki 10% zarar yetgan bo'lsa, demak olma qurtini dorilashni boshlaymiz. Programmalarini aytib ketaman. Olma qurtini zararlarini ko'rsataman. Bog'ladi. Pink Lady'da aniqladim hozirgina. Afsuski bu juda yaxshi holat emas. Va buni ko'rsataman hozir holatini. Demak, bugungi kundagi holat, hozirgi holati o'zi ham mana yuribdi, tayyorlab qo'ydim. Holati. Buning zarari juda katta. Endi buni aniqlashchi ajoyib usuli bor. Ustozlarimiz aytishadi. Ya'ni Pink Lady olma bog'i oldida turibman. 1 litrli usulda tarbiya qilyapti. MM106 ga ulangan. Pink Lady olma navi 2023-yilgi holatda, ya'ni 2023-yilda ekilgan. Bugungi kundagi holati mana bitta daraxtda holati. Xohlasa, demak, общий mana holatdan olma yuqori qismidagi minta meva sanaladi. Minta meva taxminan sanaymiz. Demak, aniqlaymiz hozir. Bitta bor. Zarari ikkita chiqdi mana. Narigi band 5 ta bo'ldi. Bu yerda ham bor mana. Zararini ko'ryapsizlar, qani ichini ko'raylikchi buni. Yashayapti. Demak, hali aytganimdek, buni zarari bizani sepmayotgan davorimizdan ancha qimmatga tushadi. Agar 1 gektar maydonda 30 tonnadan oshiq hosilingiz bo'lsa, 30 tonnadan to'liq zararlashi mumkin. Harakatlanyapti, endi xayrlashamiz bilan bo'ldi. Har xil holatlar bor. Pink Lady navini bilasizlar, kechki nav bo'lganligi uchun bu navda tavakkal qilmaganimiz yaxshiroq. Dorilarni o'z vaqtida chepishimiz kerak. Endi bu bog'ga mana chaqirishda konsultatsiya xizmati uchun. Endi men o'zimdan kerakli tavsiyalarimni berib, xudo xolasa ketaman. Endi bosh tomonli bo'lganligi uchun menimcha traktor kirayotgan paytda balki dorisi yemay qolgandir. Shuni ham endi ko'zdan kechiramiz. Endi hozir taxminan minta mevada yetgandir, balki yetmagandir, lekin hozirgi holati yomg'ir ham boshlab baholasi yo'q mana, lekin ehtiyot shart sepib qo'yganimiz yaxshi dorilarni, chunki olmalar juda ham ajoyib holatda. Menimcha qo'llaganimiz yaxshiroq variant bo'ladi. Olma qurtining eng yaxshi dorilari bu Insigar, Finaxicarb tarkibli Karagen degan dorimiz bor, Xlorantraflorol degan dorilarimiz bor. Proclaim, Emamectin Benzoat, Calypso, Thiacloripid bor, Intoxicarb, Avant degan dorilarimiz bor, Lazer bor, Spinosat tarkibli 4 xil 5 xil shu avlodli olmalarimiz bor. Ya'ni olma qurtini avlodlariga sepadigan dorimiz bor.